Allergik kasallik bilan immunitet o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Juda ham katta farq bor. Bu allergiya immun tizimidan rivojlanib keladigan holat, kasallik hisoblanadi. Allergiyani o'zi avvalambor aytib o'tish kerak, yolg'on allergiya bo'ladi, haqiqiy allergiya bo'ladi. Endi sizni xalq tushunish uchun aytishim mumkin. Doktor dedi, 3-4 ta qulupnay yedim, hech narsa bezovta qilmadi. O'tirib bir kosa to'ldirib qulupnay yeb, hamma yog'im qichishib ketdi. Bu yolg'on allergiya. Bu agar allergiya haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, yarimta qulupnay yesa, u уже nima qilishi, yuzaga chiqishi kerak, reaksiya berish kerak edi. Haqiqiy allergiyada allergen tushadi organizmga, oqsil bilan bog'lanadi. U yerda T limfositlar, B limfositlar hammasi ishga tushgandan keyin immunoglobulin Y degan modda chiqadi limfositlardan keyin. U hali endi semiz hujayra degan moddamiz bo'ladi. Uni devoriga o'tirib etdan gistamin degan moddalarni chiqarishiga yordam beradi. Gistamin chiqqandan keyin qizarish, qichish, shish, bo'g'ilish va boshqa biologik moddalar chiqqandan keyin yuzaga keldi. Bu haqiqiy. Boyagi qulupnayimiz tayyor gistamin bilan kirdi. Immun tizimga u tegmadi. U o'sha gistamin bilan kirdi-da, o'sha gistaminni o'zi hali klinikani keltirib chiqardi. Tushunarli.